Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Lacetti mashinasi kelib qoldi. Akalar ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yil 2009-yil 329 ming kilometr masofani bosayotgan 1.8 mexanika bo'ladi akalar. Mashina holati yaxshi holatda, balonlari ham yaxshi holatda ekan akalar. Salonlarni akalar birgalikda ko'rsatib chiqsam, ikkinchi paysiz bo'ladi. 329 ming probeg. Mashinada chexol, kori polli solingan akalar. Temir gaz bog'lovlarigacha ustunovka qilingan. Okalar texnik holatidan hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Okalar motor korobka hadovoyda ham ish yo'q deyaptilar. O'zingiz uchun buni ham tekshirtirib, prerka qildirib olasizlar. Kraska holatiga keladigan bo'lsa, okalar 40-45% kraskasi bor ekan. Lekin yurishlari o'ta tez deyaptilar. Haqiqatan ham yurishlarida muammosi yo'q ekan. Ukamiz bilan narxini sizlar maza qilib minishinglar uchun bo'ladigan narxi bundan umuman o'tib bermayman deyaptilar. $4,100 baholaydi. $4,100 2009-yil 329 ming kilometr masofani bosayotgan minishga tayyor 1.8 Lacetti mashinasi.